Kolumbiyalik jurnalistlar tingani yo'q. O'zbekistonning o'yinlarini tahlil qilib chiqyapti, O'zbekistonning o'rtoqlik o'yinlarini tahlil qilib chiqyapti va o'zining tarkibi va O'zbekistonning tarkibini birgalikda solishtirib chiqmoqda. Keling, ushbu parchadan sizlarga tarjima qilib qo'yganman, shuni qo'yib beraman. Undan oldin sahifamga obuna bo'lib, ushbu videorolikka like bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Niderlandiyaga qarshi 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Men o'sha o'yinni ko'rdim, men Niderlandiya g'alaba qozonadi deb o'ylagandim. Rostini aytsam, biroz qiynaldim. Niderlandiya 1-0 hisobida oldin dedi. Keyin O'zbekiston hujum uyushtirdi va niderlandiyalik himoyachi jarima maydoni tashqarisida qo'l bilan o'ynadi. Menimcha bu vaziyat jarima maydoni ichida edi va penalti berilishi kerak edi. Lekin hakamlar boshqa qaror qildi. Natijada O'zbekistonga jarima zarbasi berildi. Oradan 4-5 daqiqa o'tib 90 daqiqada O'zbekiston hisobni tenglashtirdi. Ammo so'nggi daqiqalarda Niderlandiya burchak zarbasi berildi va Frenkie de Jong jarima maydonida yiqildi. Gap ko'p penalti tepib so'nggi daqiqalarda gol urdi. Bahsli holat bo'ldi, lekin haqiqat shuki, Niderlandiya Yaponiya bilan ham qiyinchilikka duch kelgan. Men O'zbekistonga biroz baho bermoqchiman. Niderlandiya himoyaga o'tirgan bo'lsa ham, o'zbekistonliklar hujum qilishni davom etdi. Imkoniyatlar yaratdi va bir kishi kam bo'lib o'ynagan holatda ham hisobni tenglashtira oldi. Endi Kolumbiya haqida gapirsam, ular Kosta-Rikani 3-1 hisobida yengdi va Iordaniyani 2-0 hisobida mag'lub etishdi. Iordaniyaga qarshi o'yinning qisqa lavhalarini ko'rdim. Kolumbiya birinchi bo'limda ustunlik qildi va imkoniyatlardan foydalandi. Lekin so'nggi 10-20 daqiqada Iordaniya hujumga o'tdi, imkoniyatlar yaratdi va ikkita juda ham yaxshi vaziyatga ega bo'ldi. Ammo foydalana olmadi. Iordaniya Avstriyaga gol urdi va Avstriya ham qiynaldi. Shuning uchun aytmoqchimanki, Iordaniya Kolumbiyaga ham gol urishi mumkin edi, lekin omad kelmadi. Agar O'zbekiston Niderlandiyaga gol ura olgan bo'lsa, Kolumbiyaga ham gol urishi mumkin. Bu o'yin uchun mening taxminim 2-0 Kolumbiya g'alaba qiladi. Qaytgancha O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi tarixiy o'yinni birgalikda Instagram sahifamiz biosdagi Telegram kanalimiz orqali jonli efirda tomosha qilamiz.